Men avtobusda bir qariyaga yordam berdim. Yunikor ganidamak. Rur erim tizzasiga cho'kkadi. Avtobustu satdan to istaganida. İçimdan nimadir uzilip ketgandek bo'ldi, chunki orqa tomonda bir qariya muvozanatini yo'qotib, deyarli yikilay dedi. Ve aynan o'sha. Soniyada men ku, limni cho'zganim bilan. Hayotimning eng katta siri ochilishini. Erim esa bir zumda butunlay boshqa odamga aylanishini tasavvur ham qilmagan edim. Agar men shakuni o'rnimdan turmagan bo'lsam, balki haqiqat hech qachon oshkor bo'lmas. Mag'rurlik bilan qurilgan yo'l ondevorlari kulmas edi. Bu oddiy yordam emasdi. Bu sinov edi va bu sinov hamma uchun qimmatga tushdi. Mening ismim Dilnoza. Men oddiy maktabda ishlaydigan o'qituvchi edim. Hayotim sokin, lekin ich-ichidan ezilgan edi. Erim Jahongir esa Toshkentdagi mashhur universitetda dars beradigan. Hammaga o'zini ustun ko'rsatishni yaxshi ko'radigan huquqshunos. Aniqroq, qonun professori edi. U aqli, bilimli, lekin yuragi qattiq edi. Jahongir har doim odamlarni lavozimiga qarab baholardi. Kim kuchli, kim foydali, kim keraksiz. Men esa yillardan beri uning ko'zida oddiygina bekasi darajasidagi ayolga aylanib qolgan edim. Garchi ishlasam ham, garchi har kuni talabalarga bilim bersam ham, u meni sevmasdi, demayman. Lekin hurmat allaqachon yo'q qolgandi. O'sha kun oddiy boshlandi. Men ishga kech qolmaslik uchun odatdagidek avtobusga chekdim. Avtobus odamga to'la edi, har kim o'z o'yiga cho'mgan. Oldimda yelkalari bukilgan, yuzida chuqur ajinlari bor bir qariya turardi. Uning kiyimi juda oddiy, hattoki eskirgandek ko'rinar. Qo'lida kichkina, yirtilgan charm sumkasi bor edi. Hech kim unga e'tibor bermasdi. Avtobus keskin burilganda u qo'kilib ketdi. O'sha payt yuragim qattiq urdi. Men darhol o'rnimdan turib uni qo'limdan ushladim va go'yimga o'tkazdim. Qariya menga qarab, ko'zlari bilan chuqur minnatdorchilik bildirdi. U muloyim ovozda, "Rahmat, qizim, hali ham shunday mehribonlar bor ekan" dedi. Uning ovozida shunchaki rahmat emas, balki hayotdan narsa ko'rgan odamning sokindonoligi bor edi. Men jilmayib, hech gap bo'lamagandek yoniga o'tirdim. Atrofdagilar uchun bu oddiy holat edi. Lekin ichimda nimadir iliklashgandek bo'ldi. Bir necha bekatdan so'nggi avtobus to'xtadi va old eshikdan Jahongir chiqib keldi. U har doim mashinada yurardi. Lekin o'sha kuni mashinasi istaksiyonada ekanini aytgandi. Uni ko'rib yuragim sikildi. Erimning nigohi doim sovuq bo'lar. U avtobusdagi odamlarni ko'rmaslikka harakat qilardi. U ichkariga kirib, atrofga beparvo qarab, bo'sh joy qidirdi. Shu payt uning nigohi qariyaga tushdi. Men Jahongirning qiyofasi qanday o'zgarganini so'z bilan ifodalay olmayman. Bir zumda uning yuzi oqarib ketdi. Ko'zlari kattalashdi, lablari titradi. Avvaliga u ishonmayotgandek qariyaga tikildi, keyin sekin yaqinlashdi. Avtobus jim bo'lib qoldi. Go'yo hamma nimadir bo'lishini sezgandek edi. Jahongir satdan qariyaning oldida stadiya tizzasiga cho'kdi. "Ustoz, kechirasiz", dedi u titroq ovozda. Odamlar hayratdan qotib qolishdi. Mening esa nafasim bo'g'zimga tikildi. Mag'rur, hech kim oldida bosh egmaydigan erim. Talabalar undan qo'rqadigan. Jahongir hozir bir qariyaning oldida tiz cho'kib turardi. Qariya esa unga sokin nigoh bilan qaradi. Keyin sekin lini Jahongirning yelkasiga qo'ydi. "Tur, bolam", dedi u ohista. "Hayot seni qayerga olib kelganini ko'ryapman",
Jahongir asta o'rnidan turdi. Lekin boshini ko'tara olmadi. Men nima bo'layotganini tushunmasdim. Yuragim gursillab urardi. Avtobusdagilar pichirlashardi, lekin hech kim aralashmasdi. Qariya menga qarab, "Qizingiz juda tarbiyali ekan" dedi. Yordam berishdan qo'rqmadi. Shu payt Jahongir menga qaradi. Uning ko'zlarida ilgari hech qachon ko'rmagan narsa, uyat va minnatdorlik bor edi. Avtobusdan tushishimiz kerak edi. Biz uchovimiz birga tushdik. Bekatda Jahongir nihoyat gapira boshladi. "Dilnoza, bu inson, Otabek domla", dedi u past ovozda. "U mening hayotimni o'zgartirgan odam." Qariya jilmayib, suhbatni davom ettirmadi. Jahongir esa 60ga qaytdi. Yillar oldin Jahongir oddiy qishloq yigit edi. Pul yo'q-ku, tanish-bilish yo'q-ku. Uni universitetga olib kirgan, stipendiya topib bergan, hatto uyida yashashiga ruxsat bergan inson aynan Otabek domla edi. "Agar u bo'lmaganida, men bugun hech kim bo'lmasdim", dedi Jahongir. "Lekin men uni unutdim." U boshini quyi soldi. "Lavozimim oshgach, boyl kelgach, men o'zimni hamma narsadan ustun ko'rdim. Ustozimni izlab ham ko'rmadim." Otabek domla nihoyat gapirdi. "Men sendan minnatdorlik kutmadim", dedi u sokinlik bilan. "Faqat inson bo'lib qolishingni istagan edim." Bu so'zlar Jahongirni sindirdi. Uning ko'zlaridan yosh chiqdi. Men esa ichimda alati rikis keldim. Erimni ilk bor shunchalik ojiz ko'rayotgandim. Biz qariyani uyigacha kuzatdik. Uning uyi juda kamtarona edi. Tetayotib, Otabek domla menga qarab, "Qizim, yaxshilik hech qachon qolmaydi", dedi. "Bugun sen menga joy berding, ertaga bu yaxshilik senga boshqa yo'ldan qaytadi." Bu so'zlar yuragimga muhrlanib qoldi. Uyga qaytayotganimizda Jahongir uzoq jim qoldi. Keyin to'satdan dedi. "Dilnoza, men senga ham qarzdorman." Men hayron bo'lib qaradim. "Men seni ham, odamlarni ham mensimay ko'rganman", dedi u. "Bugun esa sening odimering menga kim bo'lganingni eslatdi." Bu uning mendan birinchi marta kechirim so'rashi edi. O'sha kundan keyin Jahongir o'zgara boshladi. Bu birdaniga bo'lmadi, lekin harakat bor edi. U talabalar bilan yumshoqroq gaplashdi. Uyda meni tinglay boshladi. Eng muhimi, u Otabek domlani tez-tez ziyorat qilib turdi. Unga shogirdlaridan yordam uyushtirdi. Mag'rurlik sekin-sekin joyini kamtarlikka bo'shatdi. Men esa o'sha avtobusdagi voqeani har safar eslaganimda shuni tushunaman: ba'zan hayotni o'zgartirish uchun katta nutqlar, boylik yoki kuch kerak emas. Ba'zan bitta ish, joy, bitta cho'zilgan el kifoya qiladi. Agar men o'sha kuni befarq bo'lganimda, ehtimol Jahongir hanuz o'sha sovuq, mag'rur odam bo'lib qolardi. Bu hikoya menga bitta haqiqatni o'rgatdi. Insoniy kimligi uning lavozimi bilan emas, uning qalbi bilan o'lchanadi. 5. Haqiqiy buyuklik. Terak bu, elesi, haqiqat oldida tizzaga cho'ka olishdadir.